Assalomu alaykum milliarderlarim, bizda keyingi ishtirokchimiz Musajonova Nilufar 28 yildan buyon kashtachilik bilan shug'ullanadilar va o'zlarini ishlarini ancha oldin boshlaganlar. Ayol loyihasiga kelib, o'qib, moliyalarini to'g'ri boshqargan holda hozirgi kunda 35 million so'm olib, yanada uni rivojlantirishni boshladilar. Keling ko'rsatamiz. 28 yildan beri nimalar qilganlar, birinchi qadamlari. Agar siz ham tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring, aniq sizga qiziq bo'ladi. Qani ketdik. Men Musajonova Nilufar, milliy kashtachilik hunari bilan 28 yildan beri shug'ullanaman. 100 dan ortiq juda ham ko'p shogirdlarim bor. Milliy kashtachilik hunarini kelajak yosh avlodga o'rgatib kelmoqdaman. 2020-yili Hunarmandlar assotsiatsiyasi tomonidan Zarafshon ko'chasida Hunarmandlar shaharchasi deb e'lon qilindi. Bu yerda hunarmandlar uchun do'konchalar sotuvga qo'yilgan edi va undan bittasini oldim. Hozirgi kunda shu do'konni yurg'izyapman. Kelajakdagi orzularim milliy kashtachilik hunarini jahon miqyosiga olib chiqish niyatim bor. Assalomu alaykum Nilufar. Yaxshimisiz? Ko'rganimdan xursandman sizni. Ishlaringiz qalay? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Bu domiklarni ko'rib, men aytaman, hozir yoshligim esimga tushib ketdi. Biz skverda yurib, oyimgilar bilan aylanardik, lekin bunaqa domiklar bo'lmas edi. Sizni blogingizni eshitgan edik. Biznes 28 yildan beri уже yurg'izar ekansiz. Nimalar o'zgardi, nimalar bo'ldi, biznesingizni ko'rsatsangiz, menimcha ko'pchilikka manfaatli bo'lardi. Keling ichkariga kiring, bemalol. Ishlaringiz rosa chiroyli ekan. 28 yildan beri shug'ullanaman dedingiz. Nimadan boshlagansiz? Ozgina tarix aytib bersangiz. Avvalambor shu yoshligimdan o'zi qo'l mehnatiga rosa qiziqardim-da, keyin bu qiziqishim meni shunaqa darajaga olib keldiki, shunaqa kashta o'rgatayotgan joy bor ekan, o'tga borib o'rganganman-da. Necha yosh bo'lgansiz shunda? Unda maktabni bitirgandim, 15-16 yoshli edim-da. Keyin shunda kashta tikishni boshladim, birovlarning qo'lida ishladim, ozgina ish tikib olib, shunaqa qilib pul topardim. Qiziqishim o'zimni biznesimga aylanib ketdi. Keyin necha yoshda boshlagansiz shunda ish yuritishni? Ish yuritishni 20 yoshimda boshladim. 20 yoshingizda. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan biznesingizda? Biznesimda boshida menda sotuv qimmat anaqa bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan. Kimga sotishni bilmaganman. Keyin menga katta ustalar o'zligi o'rgatishgan. Manaqa выставкада qatnashasan, ishlaringni, mahsulotlaringni olib chiqasan, o'zing reklama qilmasang hech kim seni tanimaydi deyishganda, katta ustalar menga yo'l ko'rsatishgan. Выставкаlarda qatnashib, pulli выставкаlar bo'lardi, tekin выставкаlar bo'lardi. Keyin chet elga harakat qilishni boshlaganman. Chet elga harakat qildim-ku, shu faqat hozir chet elda ko'proq yurishni yaxshi ko'raman, mahsulotlar qilaman. Chet elda sotasiz? Chetda sotaman. Hunarmand uyushmasi tomonidan, Respublika Hunarmand uyushmasi tomonidan hunarmandlarga shunaqa do'konlar qurib berishdi. Keyin men buni 3 yil oldin sotib oldim. Tetik bilan sizniki? Da, meniki. Buni kadastri yo'q, lekin bu yerda faqat svetga pul to'lab o'tiramiz. Ayol loyihasiga keldingiz. Nimalarni o'rgandingiz? Ayol loyihasida men bilsangiz agar bu ish bilan shug'ullanib kelyapman, lekin o'zimni hisobimni olmas ekanman-da, savdo sotiqda pulni qanaqa qilib hisob kitoblash, yozish kerak, o'sha narsalarni bilmas ekanman-da. Do'y posli birinchisi hisob kitob yuritishni boshladingiz, ikkinchisi yanada kirishib savdo sotig'i boshladingiz. Madaniyat, ya'ni nutq madaniyati. Yana eng katta insightingiz olgan. Pulni boshqarishni o'rgandim. Zo'r. Hozir sekin-sekin mana 35 million oldingiz. Nimalarga ishlatdingiz? Birinchi o'chirda qo'lim ushlab qo'ymaslik uchun boshida 3 ta cho'ponni tiktirdim. Keyin 3 ta cho'pon 1,5 oyda bitdi. Keyin xomashyo oldim unga. Xomashyo olib, endi bu yog'iga sezonmas paytda men o'tirishim kerak emas. Sezonmas paytida men yangi ijodiy ishlar qilish uchun xomashyo sotib oldim. Молодец. U hali bitgan cho'poningiz hali sotilmadi. Yo'q. Uni Instagram orqali sotsak bo'lmaydimi? Bo'ladi. Qani bormi? Men sotib beraman o'zim. Mana cho'pon bitdi. Oho, muncha chiroyli buningiz. Kiyib ko'rsam bo'ladimi? Ustimga tashlab. Bu o'sha ayol loyihasidan moliyalashtirish olib, shu pulga cho'pon, bizani shu pulga tayyor bo'lgan cho'ponlarimiz. Voy, muncha chiroyli bu. Shu o'zim sotib olaman-ku. Nima yoqqa chiqib ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Buningiz nech pul? O'zimga голубой rang rosa yarashadi.
Buni necha pulga sotasiz? Buni hozir men 12 million anaqa baholayapman. 12 million baholagansiz. Juda ham zo'r. Biz shunga o'xshagan cho'ponni o'zimiz yaqinda 35 million so'mga oldik. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, arzonroq qilib berasizmi? Ha, beramiz. Zo'r. O'zim shapagolikman, kelib hamma narsangizni o'zim olib ketmasam bo'ldi. Keyin moliyalashtirgan pulingizni o'zingiz qaytarib berib. Voy, buncha chiroyli bu. Bunga mundoq remень taqsa. Bu necha pul buningiz? Buni 500 deyapman. Chunki adresi ham qimmatda. Buni yuvsa bo'ladimi? Ha? Точно? Da. Kimchiska qilasiz, unaqa qo'l ruchnoy yuvilmaydi. Menga berash shuni. O'zim olaman. So'ringizga. Bo'ldi. O'zim olaman. Menga rosa yoqdi qani. Fakras hozir anaqalada o'qiyaman. Всё. Shechet ketib turibdi. Chiroyli, zo'r. O'zim olib ketaman. Voy, Soch. asal. Bu ham chiroyli. Bu endi ko'proq qizlarga. Kelinlarga ham zo'r ekan. Rosa chiroyli. Choklaringiz ham yaxshi ekan. Bu yerda shunda mana bu yerda poytaxt. Zarafshon restorani. Ha, Zarafshon restorani. Shunda kelasizlar, mana shu 3-budka, yo'q, 4-budka ekan. Shu yerda har kuni ochiqsiz. Bo'ldi. Nomeringizni ham yozib ketamiz. Sizni mana shu videoning tagida nomerlarni qoldiramiz. Sizga bemalol aloqaga chiqishadi. Endi sizga savollarim bor. Nima uchun ayollar o'qish kerak? Nima deb o'ylaysiz? Ayol proyektida o'qish har bitta ayolga o'zi uchun juda ham keng darajada moliyaviy investitsiya. Birinchidan o'z ustida ishlash, rivojlanish uchun yangi bilimlarni olish uchun Ayol Baykaoda o'qish kerak. Eslatib o'taman, Ayol by CEU loyihamiz bu mutlaqo bepul. Sizni 10 million so'mlik bilimlarga teng bo'lgan ilmlarni beramiz. Psixologlarimiz bor, nutq madaniyati, biznes noldan boshlash, moliya, hamma ilmlarni berib, keyin siz o'zingizni biznes rejangizni bizga topshirasiz. Biznes rejada ham biz sizni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz va agar sizni kasbingiz bo'lsa, hunaringiz bo'lsa, sizni nafaqat kasb hunaringiz bo'lsa, agar ko'zingiz yonib tursa, ishingiz zo'r bo'lsa, 35 million so'mgacha biz sizni moliyalashtirib beramiz va sizni 1,5 yil davomida qo'llab-quvvatlaymiz. Xudo xohlasa va yana sizga savol bermoqchiman, 35 million so'mdan ham biznes boshlasa bo'ladimi? Chunki men ko'pchilik bilan gaplashsam, 35 million so'mga nima ish qilsa bo'ladi? Shohi deb qo'ysangizchi deb kulishyapti-da. Albatta boshlash kerak. Agar insonda o'zida qiziqish bo'lsa, motivatsiya bo'lsa, ayoldagi o'qilgan reja bo'yicha ish qilsa 35 million albatta yetadi. Bemalol yetadi. Siz hozir 35 million so'mni yarmiga 3 ta cho'pon tikdingiz. Qolganiga xomashyo sotib oldim. Xomashyo sotib oldingiz va Instagramda ham o'zingizni blogingizni hozir yurg'izyapsiz. Hozir Instagramda blog yurg'izishda qiyinchilik bo'lmayaptimi sizda? Ozgina bor u narsa. Professional darajada videolar ola olmayapman, lekin unda o'quvim yo'q, lekin uni ham to'g'rilasa bo'ladi. Sizga nima yordam bera olamiz? Nima yordam kerak Ayol by CEUdan? Biz maksimal darajada hozir yana harakat qilyapmiz media guruh jamoasini shakllantirishi. U yerda aytganimizdek, mana hozir bitta video olib, siz shaxsiy brendingizni yurg'izish ham bir palon pul bo'lib ketgan. Kamida $1000, $1,500 bo'lib ketgan. Shunda sal ozgina menda qiyinchilik bo'lyapti, lekin hammasi ish jarayonida mahsulot chiqarishda menda qiyinchilik yo'q, chunki juda ham ko'p insightlar oldim. Bitta joyda emas, misol uchun Yevropadan kelayotgan Pinterestdan ko'p narsalarni olyapman. Yengilliklar ishlab chiqarishga harakat qilyapman. Zo'r. Savdo-sanoat palatasi bilan ishlaysiz. Hunarmandlar uyushmasi bilan ham ishlaysiz, a'zosiz. Mahsulotingizni eksport qilishga harakat qilasiz. Eksport qilishga harakat qilaman. Ko'pincha chet el safarlarida, ko'rgazmalarda ko'p qatnashaman. Mahsulotlarimni sotishga xudo xolasa qiyinchilik bo'lmaydi deb o'ylayman, chunki menda shunaqa narsa bor. Mani ishim o'zi gapiradi. To'g'risini aytsam. Mana gapirgani uchun oldik. Rahmat sizga kattakon, omad tilayman ishlaringizda. Nimadir yordam kerak bo'lsa, bizani field officerlarimiz, ya'ni sizlarga yordam beradigan kuratorlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqing. Uyalmang, biz har doim sizlar bilanmiz. Sizlar o'ssanglar, biz ham o'samiz. Rahmat. Sog' bo'ling, rahmat. Egasini topganimdan xursandman. Gapirmayman, o'zim rosa xursand bo'ldim. Rahmat sizga. To'xtang. Videoni o'tkazib yubormang. Keyingi lokatsiyalarni ham hozir borib ko'ramiz. Hozir cho'pon sotib olgan bo'lsam, keyingi lokatsiyalarda birga siz bilan mahsulot sotib olamiz. Qani ketdik. Bizda yangi lokatsiya. 4-patokda o'qigan Shodona Yusupova degan qizimiz 15 million so'm moliyalashtirish olib, sarpo quti sandiqlar bilan shug'ullanar ekanlar. Bu qayerda joylashgan deydigan bo'lsangiz, Eski shaharda
Eshonguzar mahalla fuqarolar yig'ini bor ekan. Shunda mana bu kupalarning orqasida joylashgan. Agar sizga to'yga sandiqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Qani ketdik. Man Yusupova Shodona, 33 yoshdaman. Toshkent shahar Xotin-qizlar tadbirkorlik markazida artizayn treneraman. Hozirda ayol mikromoliya tashkilotida 4-potokda o'qib, moliyalashtirildim va Shadi Art Studio brendiga asos soldim. Biza asosan fotiha, beshik to'y, merimiy marosimlar uchun har xil turdagi sarpo sandiq qutilarini ijaraga berish hamda sotuvi bilan shug'ullanamiz. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshi boshlab oldingizmi? Rahmat. Qiynalmadingizmi? Yo'q, rahmat. Shuncha yordamlaringlar bilan, hammasi darslar, ilmlar bilan Молодец. siz bergan bilimlar. O'z bilan shug'ullanganmisiz oldin? Yo'q, endi bu sohaga endi kirdim. Oldin floristika bilan shug'ullanganman. Mana buni ham Gullar o'zingiz yasaganman. qilgansiz. Hammasi o'zingiz qo'llaringiz. Dekorlar, ha. Zo'r, zo'r. 4-potokda o'qigansiz. Ha. Boshlaganingizga qancha bo'ldi shunda? 20-oktyabrda moliyalashtirildim. Shundan beri endi ikkita kolleksiyamni yasab bitirdim, tayyor holatga keldim. Buni ham o'zingiz qilasiz. Qancha oldingiz moliyalashtirishni? 15 million so'm oldim boshiga. 15 million oldingiz. Hozir nechta quti tayyor bo'ldi shunda? Ikkita kolleksiyam, reklamniy bannerlar, boshqa mayda anaqalar furnituralarga ketib qoldi ular. Yo, молодец. 15 million bu joy arenda. Arendangiz qancha? Mahallada menga yordam berishgan. Bu mahalla qoshida ochilgan joy, menga shunaqa joy ajratib berishgan. Tekinga o'tirasizmi shunda? Yo, arendami? Hozircha tekin. Hozircha tekin. Foydaga chiqsam inshaalloh. 20-oktyabrda boshlangan bo'lsangiz, bugun 1-dekabr. Почти bizada 1,5 oy. Qanaqa bo'ldi? Sotuvlar bo'ldimi yo hali boshlanmadingiz? Endi xudo xolasa beshik to'yga детский naborimni, chiko naborimni olishadi. Shunda. Endi chunki uni 1 oy davomida siz yasadingiz, endi tayyor qilib chiqaryapsiz. Zo'r, вообще молодец. Biznesga kelishingizni bir tariximi, bir nima, qanaqa qilib shu biznesni boshlashdan oldin shu fikr keldi sizga, g'oya keldi? Qo'l mehnatiga, shunaqa bezaklar yasashga o'zi qiziqaman, yaxshi ko'raman. Ayniqsa gullar bilan ishlashni yaxshi ko'raman. 10 yil oldin mana shu qo'l mehnatini noldan boshlab shug'ullanganman. O'shani hozir endi biznes darajasiga olib chiqdim shuni. Молодец. Faqatgina endi uni rivojlantirishingiz kerak. Qanaqa qilib rivojlantiryapsiz? Zakaz qanaqa qilib olyapsiz? Hozircha yaqinlardan tushyapti. Telegram kanallar, shunaqa Instagram saytlarda yurg'izib. Instagramingiz bor, Bor, Telegramingiz ham bor. Ochdingiz. Ayolga kelib keyin ochdingiz-da. Ungacha ochmagansiz. Nima qilsangiz yanada ko'proq sotasiz? Ko'proq shu reklama qilib, target yoqib-da. shunaqa. Keyin o'sha aytganimizdek, keyin Optimaga ham chiqarishni o'ylab ko'ring. Viloyatlarga ham chiqarib, mana hozir bizani ko'rgan tomoshabinlar agar ularga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, sizni hozir raqamingizni yozib qoldiramiz. Bu videoning tagida bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizda hozir mana Olmazor, Shorxontohur agar Uchtepada shunaqa sandiqlar kerak bo'ladigan bo'lsalar ham murojaat qilsanglar sizlarga chiqarib beradilar. Rahmat. Ayol proyektida o'qidingiz. O'zgarishlar qanaqa bo'ldi? Juda ham katta. Eng kerakli narsa menga shu ishni boshlashimga turtga yordam berishdi, bilimlar. Ungacha hali o'ylamaganingizmi? Yo'q. U paytda qo'rquvim bo'lganda, shu qo'rquv qanaqaga yordam berishdi. Siz, jamoangiz, hammaligi, ustozimlar, hammaligi shunchalik bizga dalda bo'lib boshlang deb yordam berishdi. Yana moliyalashtirib, birinchi biznesni boshlayotganda qo'rquv bo'ladi. Qo'rquv yengib olsangiz, birinchi qadam qo'ysangiz, o'zi yuraveradi-da. O'z biznesga bitta kirib olsangiz bo'ldi. Sizda mana shu qo'rquvni yengishda eng katta olgan insightingiz. Hozir mana ayollar bizani ko'ryapti, nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qo'rqmasdan birinchi qadamni boshlash kerak ekan. Alloh o'zi yordamchi bo'ladi. Ilmiga, bilimiga, o'ziga ishonib boshlash kerak ekan. Hech bo'lmaganda tajriba bo'ladi, keyingilarida dars bo'ladi, baribir kerak. Endi sizga oxirgi savolimiz. Ayollarga nima maslahat berasiz? Mana ko'p ayollar uyda o'tiradi, biznes qilgisi keladi, pul topgisi keladi, lekin nimadan boshlashni bilmaydi. Qanaqa qiyinchiliklardan o'tdingiz? Qiyinchiliklardan o'tganingizdan keyin qanaqa yo'llarni bosib o'tdingizki, hozirgi kungacha keldingiz? Inson harakat qilsa, hamma narsaga erishsa bo'lar ekanda. Men ham 10 yil oldin shunchaki uyda farzand tarbiyasi bilan, kelinlik vazifalari bilan o'tirgan oddiygina uy bekasi edim. Sekin-sekin uyda to'qish, bichish, tikish, har xil o'sha qo'limdan kelgan hunarlardan foydalanib, yasab,
sekin sekin sotishni boshladim, sekin boshqa bilimlarni o'rgandim. Keyin yana ham chuqurroq kirdim, yana ham boshqa hunarlarni, boshqa gullarni, masalan, floristika, resin art, art dekor, har xil o'zim qiziqqan sohalarga urinib ko'rdim. Biri tajriba bo'ldi, biridan foyda oldim. Baribir hammasi ayol kishiga baribir kerakli sohalarga shu harakat qilsa odam erishsa bo'lar ekan hamma narsaga. Ilojsiz narsani o'zi yo'q. Yoningizda ustozlaringiz bo'lsa, ayol loyihasiga ayollar nima uchun kelish kerak, nima deysiz? Mana shu bepul ilmlarni olish ko'pchilik ishonmayapti-da, Shohid opa, shunaqa bepul ilmlar ham, shu ilmlar ham bepul bo'larmikan? Bu shunaqasi bo'lmagan-ku hali deb ko'p aytishgan. Shu haqida fikringiz? Haqiqatda men oltinga teng bilimlar oldim deb ayta olmayman. Har xil o'sha 5 ta, 6 ta ustozlarimizda har xil yo'nalishda eng kerakli bizaga hammasi qiziqarli, rosa ham zo'r bizaga yetkazib bera olishdi. Bilimlarni olib, eng keragi bizni motivatsiya oldik. Sizda ayniqsa ustoz, sizdan sizga o'xshashga harakat qilaman, astoydil niyat qilaman. Ziyoda bo'ling. Haqiqatda sizni har kuni ko'rib o'zimga dars olaman. Siz aytyapsizmi, u yerga ketaman. Yo'q, ustoz, bu anaqa emas. Haqiqatda siz sertifikatlaringizni ko'rsatganingizda havas qilaman. Sekin-sekin meniki ham ko'payib ko'rdim, men ko'rib, rosa xursand bo'ldim. Qarang, ayollarga men aytgan edim, har bir ayollar shunaqa o'zini alohida burchagi bo'lishi kerak. Ya'ni hayotda erishgan bir kichkinagina muvaffaqiyati bizani kelayotgan ayollar qaysi ayolga borgan bo'lsam, xuddi shunaqa hammani burchagi bor. Siznikini ham ko'rib, men birinchi kirishim bilan shunga ahamiyat berdim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, juda xursand bo'ldim ko'rib. Kattakon rahmat. Ishlaringizga omad. Rahmat, молодецsiz. Sog' bo'ling. Biz hozir mana Chorsu bozorini, Детский mirni 3-etajdamiz. 3-etajni qarang kattaligini. Faqatgina ular hozir ishlashayotgan ekan. Men eng xursand bo'lgan tarafim, hozir pullarni olib, o'zlarining ishlarini yanada rivojlantirayotgan ekanlar. Yuring ko'rsataman. G'afar opa, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush keldingiz. Tuzukmisiz? Assalomu alaykum. Voy, o'zimlar bitta o'tdiklar, ko'chinchi darajasi ko'rib xursand bo'ldim. Rostkan. Zo'r, faqat siz uchun. Men ko'zim oldiga bilasizmi nimaga ko'rindi? Mana shu Xudo xohlasa 1-2 yil ichida o'sha katta o'zingiz fabrikangiz bo'ladi-da. 1000 ta ayol tikuv mashinasida o'tirib, Xudo xohlasa ishingiz zo'r bo'ladi yanada. Inshaalloh. Boshlab oldingizmi? Shukr, ha. Ikkinchi potokda o'qidim. Men o'zi 30 yildan beri tikaman. 30 yildan beri. Onam mana shu Chorsida hunarmand bo'lganlar. Rahmatli. Onamdan qolgan kasb bizada. Kiyim-kecha, ayollar kiyimi. O'zim texnologman. Ancha joylarda ishladim, fabrikalarda. Niyat qildim o'zimni joyimni deb, keyin o'zimni joyimga harakat qilib. Bu hozir Xudo xolasa mana shu qilgan hamma ishlar o'zimni ishlarim. Yo'q, men aytmoqchi bo'lgan narsam, bu joyingiz hozir shu ayolda o'qib alohida ochganingiz. Ha, alohida ochdim. Juda ham katta qadam. O'zi kichkina edi, kichkina atelye edi Chorsida. Keyin uni o'zim mana shtuchini tikardim. Faqat ishlab chiqarish niyat qildim, no hech yo'lga sola olmayotdim. Keyin ayolda o'qidim avgust oyida, sentyabrda bu yerda dogovor tuzib tutdim, tavakkal qilib. U payt hali endi yaxshi material olib keldim. Ayolda o'qidim, hisob-kitob, hamma narsalarni o'rgatishdi. Yoqdimi o'qish qalay bo'ldi? Juda ham. O'sha yerda o'qigan paytim o'zi qizlarga aytdim, rosa yoqdi o'qishinglar, ko'p narsa o'rgan. Ko'p narsa bilamizdir ekanmiz-ku, lekin bu hali kichkina narsani o'qiganinglarning bir qismi, Xudo xolasa hali yana ko'p. O'shalarni o'rgatishdi, tushunmaganlarimizni ko'rsatishdi. Endi biz ishni ko'rganmiz, ha, shunaqa bo'lar ekan, zakaz tikdik, pulimizni oldik, ishladik, ketaverdi. Endi brendlashtirdik, Xudo xolasa. Otini nima qo'ydinglar? Javhar deb qo'ydim. Chunki eskidan niyat qilganman. Chiroylisi. Ha, Javhar deb bo'ladi deb eskidan orzu qilganman, lekin hech aniq qilmadim. Shunaqa deb qo'ydik endi Xudo xolasa. Milliy bilan zamonaviyni aralashtirib. Sizga nima xalaqit bergan o'zingizni biznesingizni 29 yil ichida alohida olib chiqib ketishingizga? Boshida prosta tipa atelye o'zini o'zi qopladi. O'shan bilan qoniqdik, yetarli bizaga deb. Ishlab yuraverdik. Keyin o'sha mana bolalar ikkita o'g'il katta qildim mana. Bolalarim o'qidi, katta bo'ldi. O'sha ular o'zlari harakat qilishni boshladi. Men o'sha yanimda qarasam, o'zimga o'zim o'ylasam, отдельно o'zimni narsamni chiqarmabman. Hammaga uslugaga ishlabman-ku. Lekin o'zimni o'sha orzu qilgan, qachondir mana shunaqa ish qilaman deb niyat qilganimni qilmagan ekanman. Lekin xayolingizga kelmagan shu paytgacha. Hech yo'q. Keyin atelyeda ishlab turib bordim men o'quv markaziga. Uni ham nechayni bo'lib qoldi, anaqa
bo'ladi bo'lmaydi bizga kerak emas endi bu yoshda men keragi bor dedimda endi o'zimcha zo'rlab o'zimni olib bordim o'zimni yonimda sherigim ham yuring qildilar birga ikkalamiz ketdik bo'pti qani o'qiylik nimani o'rgana olamiz biz nima qoyillatishar ekan qoyila o'zimizga yetdik biz sizlardan emas o'zimizdan shubhalandikda chunki ko'p narsa уже miyaga kirmaydi-ku baribir yo'q lekin qizlar молодцы haqiqatda zo'r katta olgan yordamingiz o'quv markazidan psixologический yordam за поддержку spasibo им за поддержку qizlar вообще молодцы mana shahodatlar mohiralar juda yaxshi ko'rdim qizlarni hozir ham borib turaman kuni ham darsga borib keldim ko'rishib hammasi quchoqlashib ko'rishadi как будто своyda juda ko'p yordam berishdi endi finansoviy man moliyalashtirildim 35 million oldingiz 35 million oldim olgan zahoti birinchi borib manaqa mashinkalarim krupnilarim bor edi mayda chuyda melichi narsalar olinmagandi sразу bittada bordik ularni oldik material 5 rulon material olib kirdim sportivkaga siz o'shanda gaplashgansiz menga kelmagansiz dedim ko'rmana mana tosilgan mana tayyorlari ular hammasi o'zimnikilar mana har bo'lib chiqyapti xudo xolasa endi men o'zi asli niyatim bunaqa narsa mana buningiz yoqdi san'at buni nakitkasi bor ustida uzun xalati bor hozir petlada u petla tuma qo'yiladi bunaqa основной mana bunaqa narsalar ham chiqardim lekin mani eng sevimli narsalarim mana shular вот смотрите bu ручная работа buni kashtachilik bu men 1 yil kashtachilikda 93-yil o'qiganman diplomlarim bor u payt endi ruchnoy mashinka bo'lardi hozir endi bu hammasi ruchnoy qilinadi qizlaringiz qilib berishadi qizlarim qilib berishadi buni qolganini o'zim tikib anaqa qilaman buni kimga sotasiz keyin buni Xositimolga inshaalloh olib chiqamiz olib chiqasizlar Dilnoz opa bilan billa olib chiqamiz Dilnoz opa ular ham biz bilan o'qidilar moliyada sizlar hozir tikuvchilar birga bo'lib olgansizlar birlashdinglar hamma nima bunaqa qo'l ishlari bor mana o'zimizdan ishlar bular hammasi kelinlarga ham tikasizda albatta men 6 yil Turkiyada malaka oshirdim Livabera moda kelinning uyida dokumentalniy ishladim keyingi planlaringiz nima xudo xolisa menda eng nozik masalam joy masalasi man misol uchun menga kimdir joy bersin demayman bilaman uni imkoni yo'qligini последующим выкупim bo'lsa arendamni o'rniga to'lab turib ani ko'nglim to'q mani joyim desam menda hozir shveniy mashinkalar ko'p katta промышленный dazmollarim bor olingan hammasi hovlimda shunda turibdi ishlatolmayapman lekin baraka topinglar rosa xursand bo'ldim ani eng kerak momentda keldinglar menga o'g'il uylantirdim to'y qildim mana ozgina to'xta yolg'iz onaman mana bir joydan uy oladigan bo'ldik o'tga pul to'ladim $30,000 finga to'ladim afirislarga tushib qolibman endi o'g'il uylantiraman deb qiluvdim yig'uvdim endi o'shani stressida men insult bo'lib qoldim o'sha payt mana 5 oy 6 oy oldingi voqeani aytyapman hech narsa esimga kelmadi atelyelar hammasi yopildi men shunda gup etib o'tirdim o'sha paytda keyin 3 oycha pauza bo'ldi как раз mana do'stim bor birga o'qidik biz ular bilan yuring dedi boring bersa berar o'sha pulni bermasa yo'q dedilar noldan boshlabsizda noldan boshladim uni topdingizmi mashinnikka yo'q bo'ldi qamalib ketishdi bizga qaytmadi pullarimiz просто demoqchimanki qanaqadir anavi bir eshik yopilib bir eshik ochildida как будто bo'lib qoldi o'zidan o'zi xudo xolasa zo'r bo'ladi ishoning o'shanga o'zi kelib qoldi sizlarni yo'q u narsa yo'q hech kim kelibdi misol sizlar berayotgan pul ham 3 ming 3,5 ming pul o'zi aslida birov kelib man senga demaydi hozirgi zamondada keyin foizi yo'q boshqasi yo'q keyin o'yladikda mayli tavakkal qilib ko'raveraylik bersa beradi bersa materialni olib ish boshlaymiz bitta sex gaplashib bermasa bo'ldi bo'lmasa atelyeni davom ettiramiz dedik shunaqa boshladik biz ayol proyektini ko'rib katta hunarmandlar tikuvchilar aloqaga chiqishadi shohid opa ko'ryapmiz ayollarni bizni jonimiz bilan bepul ilm o'rgatamiz ularga agar bilsangiz muslima degan qizimiz bor max muslima deb shu qizimiz bizga o'z premium o'zlarini darslari bor ekan shu menga eng zo'r 10 ta ayol tanlab bersangiz men o'zim tekinga o'qitamanda eng premiumlarda o'qitib hamma yo'l yo'rig'ini ko'rsataman
keyin siz yengilliklarni o'rganishingiz kerak. Yengillik o'rganishingiz uchun ko'proq выставкаларga borishingiz kerak. Ko'proq networking qilishingiz kerak. Mana sizda zo'r imkoniyat bor. Men Dildora Kasimovaga iltimos qilaman. Dildoraxon master klass qilib bering deb o'zimizni do'stimiz ular ham Dildora Kasimova, katta yana boshqa tikuvchi ayollar bilan o'rtoq bo'lib, ulardan ko'proq so'rashinglar kerak. Qanaqa qilib shu darajaga chiqding? Nima qilsam to'g'ri? Bizning eng katta xatoyimiz savol bermasligimiz. Qo'rqamiz. O'sha narsani biz sizlarga yordam beramiz. Davaychi qilinglar. Hamma narsani harakat qilamiz. Faqat endi harakati o'zingizlardan. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Harakat qilamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Shuncha ishingizni tashlab, bizlardan xabar olib shu yerga kelganingiz uchun rahmat. Sizga bu hadya. Voy, rahmat. Mana O'g'ri bo'psiz. Bu ham bu meni lichniy o'zimni. Voy, men bu chiroyli ekan. Anaqa voy joningiz kiradi uy ichida. Kiyib meni eslab yurasiz. Voy, rahmat. Ro'mollarni o'zi bilamiz. Voy, rahmat. Sotib ola qoling. Yo'q. Sizga foyda bo'ladi. Menga keyin borib topshirib kelasiz. Yo'q. Men buni foydasini chiqarib bo'lgan, olib ketavering. Mana buni materiali zo'r ekan-da. Bu nima deyiladi bu materialini? Bu italyanskiy shok. Shok. Material Lekin shok emasda o'zi asli. Yumshoq paxta, shunaqa deb sotadi. Italyanskiy shok sotadi, lekin bu paxta. Rahmat sizga. Kattakon, men xursand bo'ldim. Rahmat. Ayollarga ham rahmat. Ayollarga nima maslahat berasiz? Bizning ayollarimizga biznes boshlamoqchi, lekin qo'rquv bor ayollarga. Qo'rqishmasin, Allohga tavakkal. Ayolga kelishsinmi? Kelishsin. Ayolga kelsangiz, Ayolga kelishsin, o'qishsin, bizadagi hech bo'lmasa mana bunaqa shijoat paydo bo'ladi, harakat, желание работать. Xudo xolisa, Alloh o'zi yordam beradi. Ilohim. Ayolda sizlarni har biringlarni kutib qolamiz. Ayol loyihasi bu birinchi biznesga qadamingizga yordam beradigan eng zo'r joylardan biri. Hammasi bepul, faqatgina o'qisangiz bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling.